Hi everyone, welcome to English alphabet. Okay, sağollasizlar. Hamda bugungi g'oya İngiliztili ئېلىپبەسى degan mushu darsga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsimizda yana bo'lgan bir necha yangi tovushlarni o'rganamiz. Masalan, mana qaranglar. Iye. Okay. Iye. Iye deganimiz nima? Salom tovush. Masalan, ear. Okay, ama birinchi so'zni o'qisaq nima? Ear. Ma'no nima? Bu quloq nima deymiz? Ear deymiz. Endi quloq nima ish qildi? Anglaydi shundami? Anglamoq degan nima? Hear. Hear. Ear, hear. Yaxshi. Quloq qanday qildi? Anglaydi. Hear. Okay, ear. Yani birisi hear. Demek endi bu qaysi so'zlar shunday o'qildi desanglar, masalan, tarkibida a, ear yoki eer bo'lgan shunday tovushlar bo'lsa, mush ear deb o'qiladi. Masalan, ear, hear, tear deganda ekan. Ear, hear, tear. Okay. Ya'ni-chi dear, beer degan gap. Dear, beer, iye. Tushunarlimi? Iye. Yaxshi. Endi men keyingi ko'rsanglar, eye. Mana nima? Ahmad deyman. Eye. Eye. Okay, endi men tovushlar. Masalan, pear. Pear. Endi bu jungodan shu ko'rilning bir narsa nemisdan anglab qilsanglar, pear dan nashb deb tushunami? Nashb degan nima? Pear. Okay, endi men keyingi ko'rsanglar, chair. Birinchisi ch deb tarafiz qilma. Shunga ma'lumot desanglar, chair. Yaxshi. Chair. Okay, chair deganimiz o'rindiq. Endi bunga o'xshashlar bilan desanglar, a i r yoki e a r mushu harflar bilan kelgan so'zlar a deb tarafiz qilinadi. Masalan, hair, chair, pear degandek. Yana desanglar, masalan, pear, bear, wear. Masalan, ear, pear, bear, wear. Mushlar bo'lsa nima? Masalan, a deb tarafim. A. Endi mana nima? Yana bir so'zdan uve. Uve. Xo'sh, endi uve deganimiz bu tovushda masalan, tour, sure degan gap. Tour degan sayli qilmoq, sayohat qilmoq, sure deganimiz jazm qilmoq, jazmlashtirmak. Tour, sure. Tour, sure. Masalan, OUR, URE, mushlar qanday desam, daftarimizdan chiqmas yeriga yozyapmizda, mana aslida. Bular shu u bo'ldi. Masalan, poor emasmi? Poor emasmi? Yana poor. Tour, sure, pure. Okay, pure. Okay. Pure demak u mushunga bilgan tovushlardir. Xo'sh, hamsa bugungi bu elib darsimiz mushunga chiqsin. Davomi keyingi sonda ko'rishlar. Goodbye.